Assalomu alaykum ardoqli yozuvchilar. Kechadan beri Xorazm to'ylarida takror va takror ko'zga tashlanib butun respublikaga tarmoqlar orqali tarqatilayotgan va jirkanchliklar aks etgan videolar haqida gapirishni bugun ham davom ettiryapman. Kecha jonli yayında gapirgandim. Bugun yana bir video qo'ydim. Unda yana bir raqqosa ishtirokida shu to'y ahli oldida raqs nomi ostida qilingan o'ta bir uyatsiz ishlar aks etgan video edi. Va shuni tagida men yozdim. Xorazmni Chingiz qo'shinlari yakson qilmadi. Uni Xorazmdagi o'zining xorazmlik ba'zi buzuq qo'shiqchilarning buzuq qo'shiqlari va buzuq raqqosalarning raqs deb nom olgan qo'shtirnoq ichidagi raqs, ya'ni amalda bir jirkanch ishlari yakson qilgan. Hozir ham bundan Xorazm ahli xulosa chiqarmadi, to'g'ri. Bu ishlar olqishlanmoqda. Nafaqat hech kim unga qarshilik bildirilmayapti, balki olqishlanyapti. Mana 2-3 videolar chiqib ketyapti, olqishlanyapti bu ishlar. Qiyidachu hamma mamnun bu ishlardan. Mana shu videoni qo'ygandan keyin mana bir soat, yarim soat o'tmadi. Ayrim xorazmliklar menga tahdid qilib, sen shaxsiyimga ham yozdi, keyin fakt va fikr ochiqlamalariga ham yozib qoldirishyapti. Biz bu yerda o'chirib o'tiribmiz. Tahdid qilishyapti. O'zbekistonga kelsang undoq qilamiz, Xorazmga kelsang undoq qilamiz. Haqoratlar. Bittasi yozibdi, menimcha organda ishlaydi shekilli, saytingni kanallaringni yoptiramiz deb. Men ularga javob berdim. Xohlagan ishingni qil. Yoptirasang yoptir. Qo'lingdan kelsa yoptir dedim. Xorazm yozayotganlar tahdid qilib xorazmcha yozyapti. Xorazmlik ular. Endi e'tiboringizni bir narsaga qaratingda, mana shu odamlar mana shunday to'ylardagi jirkanch ishlarni, mana shunday to'ylarni, bu ishlarni to'xtatishga qurbi yetadi, lekin niyati, istagi yetmaydi, yo'q istak. Ularning istagi va qurbi o'sha illatni gapirib chiqqan kanalga yetadi, blogerga yetadi, jurnalistga yetadi. Men bunaqa xorazmliklarga basharasiga turib hozir qarab turib aytaman. Xohlagan ishingizni aytinglar. Qo'lingizdan kelsa yoptiringlar fakt va fikrni. Shu raqqosalarni to'ylarda, Xorazm to'ylarida bo'lib turgan shu jirkanchliklarni aytganim uchun yoptirjak bo'lsangizlar shu uchun yoptiringlar. Qo'lingizdan kelsa. Sizlar hozir men tahdid etib yozib turgan xorazmliklar, aslida ana shu jirkanch ishlarni to'xtatishingiz kerak. Lekin sizlar u yoqadi. Birisi yozibdi, to'ylarni qizdiradilar shunday deb. Boshqa nishatib qizdirsin deb. Boshqa yo'llar ham bor qizdirishni. Ana shu yerga yotsindan bir erkak bilan bir ayol bir-biri bilan qo'shilsin. Ana to'y qizadi. Nos yomoni deb yozibdi. Ardoqli yozuvchilar, ko'ryapsizmi? Haqiqat yomon ochiq bo'ladi-da. Xorazmliklar chidamay ketyapti bu haqiqatlarga. Eng ularga qattiq ta'sir qilayotgani buni men xorazmlik bo'lib turib aytayotganim. Men o'zimning yurtimni kamchiligini aytib chiqyapman. O'zimni nima deydi, yurtdoshlarimni shunday bir yomon ishlarga olqish bilan qarayotganlarni aytib chiqyapman. Men boshqa viloyatda kamchiliklarni, butun respublikadagi kamchiliklarni aytayapman. Qarangda, bir to'ylarda muntazam Xorazm uchun bu oddiy hol. Bo'layotgan narsani aytib chiqqaning bu bularga qattiq ta'sir qilgan. Nima demoqchiman? Aslida bizda ko'pchilikning o'zi zolim. Haqiqatni yoqtirmaydi. To'g'risini aytsang, senga zulm qilishga, seni jazolashga tushadi. O'zlarini jazolasa hukumat. Toshkentda o'tiribmi, Moskvada o'tiribmi, Amerikada o'tiribmi, farqi yo'q. Bizni nega jazolaydi deydi. Nega bizga zulm qiladi hukumat deydi. Sizlar o'zlaringiz ham zolimsizlar-ku mana. Oddiy to'ylarda har kuni, har bir to'yda bo'ladigan haqiqatni ko'taramayapsizlar-ku. Sizlarning hukumatlaringiz ham o'zlaringizdan chiqqan. Haqiqatni ko'tara olmaydi. Jazolashga tushadi.